Cherry Ariza 6 Pro'da korobka moylarini almashtirib beramiz. Korobkasining holatini ko'ring. 2023-yil ishlab chiqarilgan mashin. 30,000 kilometr yurgan. Mana magnetlari. Mana magnetlari salgina strushka yiqqanda vahmali qilib yuboradigan darajaga emas. O'zi shunday bo'lishi kerak. Hozir strushkalarni tozalab 30,000-40,000 kilometrga yog'larini almashtirib qo'ysangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Hozir davomini ham ko'rsatib boramiz. Hop, mana kichkina salnikchasini bittadan bu yerda videoga oling. Mana shu joyiga akkuratno kiydirib qo'yamiz. Bismillah. Bo'l. Undan tashqari yarimta salnikka bo'lardi. Salnikchasini astena joyiga qo'yib qo'yamizda. Mana shuni joyiga qo'yib qo'yamizda. Hop. Texnik nosozlik hamda ko'rsatib. Mana shuni joyiga ushlab turamiz salnikini. Qo'limiz bilan, barmoqlarimiz bilan astena joyiga qo'yib qo'yamiz. Hop, mashinning filtrini tag qismi, karter qismidagi mashinning filtrini ham salnikchasiga e'tibor berib, ozgina iloji bo'lsa yog'lab olib, joyiga joylashtiramiz. Mana. Hop, mana bu uzun bolti mana bu yoqqa, mana bu yoqqa. Mana bu ikkita kichkina bolti mana bu yoqqa qilib qotirib qo'yamiz, xudo xolasa. Chiroyli qilib. Bilasizmi? Karterini va yog'larni artib qo'ygan holda, karterini go'zal holatiga germetik qilamizda. Joy-joyiga shunday qo'yamiz. Yo'g'i gul. Ketgan. Xo'p, Cherry Ariza 6 Pro avtomobilimizning korobkasi variator korobka bo'lgani uchun CVT moyidan qo'yamiz. Moy soladigan joyimizni ham ko'rsatib o'taylik. Mana shu yerga shupi bo'ladi. Shupini shunday yechib olib, shu varonkamizni ulaymiz-da. Qancha moy to'kilsa, shuncha moy solinadi. Keyinchalik shu o'rinni tekshirib ham joyiga keltirib qo'ysa bo'ladi o'rinni.